Jaga bugün bu qalarda vaşı jinnilar kelganda, xolasa Omonbek asartillarda zo'ri, pashti bo'yi bir xil. Narxi ham qulaylardan, yemga tayyorlardan kelgan Omonbek. Assalomu alaykum, Soroy bozorining qadri baland qadrdonlari, aka-uka, do'st birodarlar, hojota, hojonalar. Xudo xolasa bugungi syomkalarimizga buqalarda xudo xolasa lyubitellardan kelgan eng muhimi, hammasini bitta joyga olaman degan obunachiga ham xudo xolasa buqalar to'g'ri kelaveradi. Bo'ylari ham xudo xolasa bir xil obunachilar. Mana bunday buqalarni ko'ringlar. Mashalloh. Xudo xolasa Qirg'iziston Baroda buqalar. Nima aka obunachilar ko'ringlar. Mana qulog'i qirqiq variantidan Shved variantidan kelgan xudo xolasa bugungi kunimiz 20-aprel haftaning dushanba sanasi 2026-yil. Xudo xolasa bugungi syomkalarimiz ichida eng zo'r syomka bo'ladi xudo xolasa obunachilar. Buqalarni bir qator ko'rsatamiz. Xudo xolasa bitta joyga olib qo'ying, xudo xolasa maza qilasizlar ey obunachilar. Buni manzillarimizni tanishtirib o'tsak, xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida, ya'ni Abdurov do'stimizni mol fermasida ko'ringlar obunachilar ey. Buni ochiqni aytganda bitta joyga xillab olish ham ochiq oson emas. Ko'ringlar ey. Haqiqatdan ham moldi liderlari kelgan xudo xolasa buni ma'lumotlarini o'sha Abdurov do'stimizni o'zlaridan olib beramiz. Paddishkani qilib turasizlar. Assalomu alaykum. Omonbek, alaykum assalom. Charchamasdan. O'zgarishlar katta-yu bu safarga. Vashi jinnilar kelgan. Xo'p. Omonbek, siz kelishingizdan oldin savdoni ham boshladik. Xususan ko'p xudo xolasa. Hammasini bir eng kichkina molim 120. Eng kichkinasi ham Mashalloh. 130. Olisi maza qilsin. Xudo xolasa bir qadar 2 bo'lim qilib ko'rsataman. 2 bo'lim qilib ko'rsatamiz. Xolasa nasib qilsa, akalarimiz telefon qilsa, ishlari zo'r bitadi. Ola paroda, shved paroda, oqbosh, gibrididan, qoralardan so'ragan akalarimiz uchun olib kelib qo'ydik. Like-ni bosib, Saroy bozoriga obunani qiynamay bosib qo'ysangiz, zo'r mollar siz telefoningizga kirsangiz bo'ldi chiqishni boshlaydi. Xudo xolasa. Obunachilar birinchisiga bo'yayotganimizdek 1.30 li buqa. Asli ochig'ini aytganda gap bo'yida emas. Lekin buqani o'sha tashqi ko'rinishiga, oyoq qo'llari baquvvatligiga, eng muhimi zotiga ahamiyatni bergan odam xudo xolasa hech qachon yutqizmaydi obunachilar. Xo'p, eti bo'shligini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Voy, mashalloh. Kamiga oqbosh. Eng muhimi mana. Kipriklari ham oq obunachilar ko'ringlar, jonivorlar. Oldi ham, orqa oyog'i ham stakan tuyoq. Stakan tuyoqligiga ahamiyat berasizlar. Ko'taradigan varianti. Bu oyog'i nimaga muhtojmiz? Ertadan bu 300 kilo, 350 kilo bo'lganda oyog'i qiyshaydi, tirnog'i o'rib olib qo'ymaydi. Xohlasa tonna olganda ham o'ynaqlab turadigan buqa bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Buni bo'ylari 1.30, 1 sant, yarim sant aqabaqa endi. O'lchash uchun metr telefonda har ko'ringan uchun metrni aytib qo'yadi. Buni o'zini narxini addini qo'yamiz. Hali 28 million, 27 million unaqa narxlar yo'q. 26 million 500 ming so'mga yana kami bo'ladi, xayri bo'ladi. Obunachilar Mashalloh. o'zini lekin yaxshi molni uchun tavsiya qilamiz. Olinglar, mazza qilinglar. Xo'p. Mollari ham zo'r. 26 million 500 ming so'm. Saroy bozoridan men deysan 100 ming, 200 ming o'tmayman, chiroyli pul. Yana Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, 26 million 500 mingga xudo xolasa o'zingizni hisobingizni olib, chiroyli qilib savdongizni qilib olishingiz mumkin. Mana shu buqa 26 million 500 mingga eng yoqqan joyi mana oyoqlari yoqdi, polvonligi. Ochiq hali tonnaga chiqqanda ham ko'tarib turadigan asosiysi oyog'i, to'g'rimi? Hop, bu Borishvet. undan keyingisiga shved. Bularni mana 5 tasini bir savdoga beraman. Xo'p, 5 tasi birida. 123 dan. Hop, eng kichkinasi ham 122 ekan. Xo'p. Bundan ko'ngil to'q qilsin. Agar qani metrda beravergan? Xo'p. Mana, Omonbek so'z mazmunan degan joyi bor-ku. Aha. Hali telefonda hali ko'rinmasa mana. 23. 22 ham olish olsin. Xo'p. Hammasi shunaqa-da mana Omonbek. Bunisi ham 124. Jonivor. 24. Narisini olsam ham 24 chiqaveradi. Narisi ham 22 chiqaveradi. 20 dan balanga olsin. Bo'laveradi. Xo'p, obunachilar, shvedni ko'ringlar, ey. Zo'rini. Mashalloh. Buni qilinglar. Eti yuqadan ekan-a. Ko'ringlar, et haqiqatdan yuqa ekan. Ko'ringlar. Tez semirat Omonbek. Oyoqlarini oling hammasini. Hammasi tozasi ekan tuyog'ida. Xo'p, bu birinchisi, bu ikkinchi variantdagi buqamiz. Voy. Orqa boshini ko'ringlar, ey. Sandal, sandal. Jonivor, mashalloh. Mana bu tarafdan ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. 18, 19, 20 ga qanaqa mol beryapti-yu, olinglar, men zo'r narx qo'yib beraman. Bunaqa qanaqa beryapti? Xudo xolasa. Bu ikkinchisi. Narxini ham Omonbek 5 tasini cho'zib, bu qachon aytar ekan degan omonasidan bo'ladi-da, buni sudiravermasdan.
5tasini bir joyga olsin 23 million 500 ming so'mdan Toshkentgacha bortirib beraman. Bo'ylari 22, 23, 24 gacha buqalardi. Olinglar maza qilinglar. 23 milyon 500 ming so'mdan. so'mdan behayr sho'maydi Omonbek. Telefon qilinglar. Bo'laveradi. Hop, obunachilar bu 3-chi buqamiz, navbatdagi buqamiz. Rossiyskiy, voy. Buni tepa qismiga ahamiyat beringlar mana obunachilar. Tepa bir xil standart. Molda uzunligiga ahamiyat beringlar, xudo xolasa, yaxshi narsa olinglar, ochiqini aytganda, yaxshi pulga sotasizlar. Hop, bu 3-chi buqamiz, 4-chisidagi ham qora, cho'rniy pantera. Gardani o'ta kuchli ekan. Bitta ko'rsataylik mana shu tarafdan. Oldiga ahamiyat beringlar obunachilar. Oldi o'ta kuchli narsa ekan. Garbonoslari ham buqani fasatini berib turibdi. Ko'ringlar, unaqa tumshug'i uzun, unaqa narsa emas. Buqalarni hammasini eni bor, tog'ni molida. Ishlarda yurgan. Haqiqatan enini ham ko'rsatamiz. Jonivor. Buqa kichkina narsa emas. Kichkina emas, Omonbek. Ochig'i kichkina narsa emas, to'g'ri. Olib borib, bemalol yemni berishaveradi. Xotirjam 4 kasa, 5 kasadan. Tepa qismlari, orqa qismlari o'ta ideal holatda. Xo'p, bu 5tasiga 23 million 500 ming so'mdan. Yana kam bo'ladi, telefon qilsin. Behayr ish yo'q. Omonbek, rossiyskini jinnilari, olani ishqibozlari, rasa telefon qilishdi, o'tgansa bir ham telefon qildilarim. Akalar mana hozirgacha mana telefon kelyapti. Mana aka bilan gaplashchi. Keyin telefon kelyapti. Xo'p, olinglar. Bularni ham mana bo'yini ko'rsatamiz. Bular ham kichkina mollar emas, obunachilar. Mana. Xo'p. Bu ham 23 ta mana, Omonbek. Voy, mashalloh. 22 ga olsin. 20 plyusga ham ketaveradi. U bo'yiga tortishilmaydi, xudo xolasa. 20 dan olsin. Buni ham oyog'ini ko'ringlar, obunachilar. Hali zo'rini, ochig'ini aytganda, hali zo'rini birinchiga qo'yilibdi, unaqa narsasi yo'q. Hammasi zo'r obunachilar. Buni hali jaytallay olmadik. Hammasi bir-biridan o'taman. Bir-biridan o'taman deydi, to'ppa-to'g'ri. Bu birinchi buqamiz, obunachi orqa boshlarini ko'ringlar. Voy, mashalloh. Qorovasini addindan ajratib qo'ydi. Xo'p, navbatdagi buqamiz ham Polvonligini ko'ring, qorinligini ko'ring. yedisida xudo xolasa muammosi bo'lmaydi. Voy. Olinglar, mazza qilinglar obunachilar. Bularni ham narxi bomba bo'ladi. Bomba bo'ladi. Voy. Bu mol gibrid, bilmayman. Nima gibridligini bilmayman, lekin bu ham orqasi elliligi ham. Sandal haqiqatdan. Orqa boshini ko'ringlar. Xudo xolasa Tursan variantidagi buqa yoshi ham menimcha yoshga o'xshayapti, to'g'rimi? Yosh bular. Hop, bu 3-chisi, xudo xolasa nechtasini qo'yamiz? Hammasini qo'yamizmi? 7tasi bir Bo'laveradi. Narxi ham keling, narxini ham buni qo'lda bering. Saroy bozordan deysin, 1 million so'm narilar kam bersin, 22 million 500 ming so'mdan yana kam. Barakasini bersin, otangizga rahmat. 120, oldi 123 dan. Bularni ham oldi. Bo'laveradi, hop. 4-buqamiz obunachilar 23 million 500 mingga mana shu buqamiz ham ketaveradi. 22 million 500 ming Omonbek. 22 million 500 ming, 23 million deb Adashib ketib qoldim. Narigilar bilan bo'y bir xil ekanda ochig'i. Bir xil. Hop. 1 million tafovutini qilib qo'ydim. Hop, 5-buqamiz obunachilar mana oldi tarafdan ham ko'rsatilik. Buni ham tepa qismi bir xil ekan, mashalloh. Hop. Bularning endi yaltirab turishini ko'ring. Ikkita qora bor. Cho'rniy pantera. Oxirisida ikkita qora. Bitta multfilm bor hali, bu Bagira degan hali. Oqi yo'qda. Voy. Haqiqatdan yaltirab. Tozaligiga ahamiyat beringlar obunachilar, ey. Mashalloh. 22 million 500 ming so'mdan. Ketadi hammasi bir joyga. Omonbek, meni pulim ozroq deysiz. 21 million 500 ming so'mga mol chiqarib beraman, chida Omonbek. Otangizga rahmat. Hop, qarab turing endi. Olsin maza qilsin. Hop, 7tasi bu tarafda, 6tasi bu tarafda. Ya'ni 13 ta bo'ladi. Bilasiz, bizning kanalimizda optim olaman degan obunachilar ko'p. 13 tasini firmaga olaman degan obunachiga nech puldan qilib beramiz? Hammasini bir joyda olamiz. Hisobingiz bor. Ey, Omonbek. Kalkulyatorga ham tushmaymiz, boshqasini ham tushmaymiz. Sana o'rtasini berishadi. 23 22 yarim bo'ldimi? Endi o'ni nari kattani ham qo'shib olamiz deysiz, kattani ham qo'shib olamiz deysiz. 23 million so'mdan 26 yarim million molim ham ketadi. Hammasini olsin. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, xudo xolasa 13 tasini bitta joyga olaman degan obunachiga ham 23 million so'mdan narx nima deyapti, ey? Ochiqini aytganda bunaqa buqalar har qachon ham yana qaytarib aytaman, har kimga ham kelavermaydi. Yaxshi narsa oling, yaxshi pulga sotasiz. Bitta Abdurof do'stimizdan oling demaymiz. Yoki bir bizdan oling demaymiz, obunachilar. Qayerdan olsangiz ham yaxshi narsa oling ertaga. Ochig'ini aytganda bozorga olib chiqqaningizda ham, xudo xolasa 6 ta, 7 ta odam atrofida aka menga bering deb turadi ochig'i. Hop, bugungi kunimiz obunachilar 20-aprelda
Mana shu buqalarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida turibdi. Lokatsiyalar tashlab beriladi. Kelib ko'rib olishingiz mumkin. Xudo xolasa, bitta olishga ham, ikkita olishga ham xudo xolasa narxi bor, to'g'rimi? Omonbek, 2 kishi bitta olaman desam narxini chiqarib beraverman. Bo'laveradi. Bo'lmasa videoni maksimal darajada mana bunday buqolaman degan, hop, aka ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa, hammasini bitta joyga olib foyda qilaman degan savdogarlarimiz ham telefon qila olasizlar. Sababi sotilib ketib qolmasdan ulgurib qolinglar.